boshqa do'stlardan hech qachon pul so'rama. Yo'qotasan. Qarindoshlardan so'rama, o'zi olasizsan. Begonalardan yordam so'rashing dedilar. Otam gaplarni qilmay ko'rdim. Qilmay o'zimcha men otam mana qilib tushunmadilar deb do'stlar bilan gaplashib ko'rdim. Yo'q, mas ichida bor. Shundadir. Qolganlarda shunday bildimki, avvalo ular menga majbur emas. Ular majburiyati yo'q bo'lsa. Men tanidim ko'p do'stlar. Hamkaslarni ham tanidim. Juda ko'pchilikda. Lekin men hayotdan shunaqa maktab oldim, xafa emasman ulardan. Men ularni taniganimga rahmat xolos. Alloh men istaganiga rahmat, shundan oldinroq kuchim borida hozir mukofot eslatib qo'yganiga. Endi bilib qil ishni degan. Ular bilan faqat tanishdim. Bosib, men xursand